Assalomu alaykum obunachilar, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana yana bitta persepimiz tayyor bo'lyapti. Bortlari balandligi 40 cm, rishotkasi 70 cm. Poli yog'och bo'ladi. Mana yog'och qo'yamiz, xudo xolasa. Bortining lisi 1.8 lik qalin lis. Bortining lislari 1.8 lik qalin lis bo'ladi. Mana risollari ham juda baquvvat, ko'rishlaringiz mumkin. Juda baquvvat. Taglari bro'y turbo bo'ladi mana. Uselenni qilib yasalgan, baquvvat qilib. Balonlari boshqa yangi balon qo'yib beramiz. O'rtacha holatda. Ramalari shu yillar. Mana ramalari shu yillar, orqa qismi shunday holatda. Orqa qismi mana. Tortqichi shu yillar mana. Baquvvat qilib yasalgan molda old qismi chiqib turadigan. Orqa tomondan chiqib keladigan qilib yasab qo'yganmiz mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Narxini 11 million so'm farkobkasi ichida, dokumentlari ichida qilib beramiz. Kelishtiradigan bu. Kimga shunday perseplarimiz kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishlari mumkin. Mana bu yerda 230 ga 130 miz bor. Balonlarni endi olib kelamiz, qo'yamiz. 230 ga 130 mizni 9 million 300 ga beramiz farkobkasi ichida. Bortlari atsinkoy bo'ladi buni. Bort 40 cm, rishotkasi olinib qo'yiladigan 70 cm bo'ladi. Ramalari shu yillar mana. 1 tonna 600 lik qalin zamoqlar bilan qilib beramiz. Bemalol kelib olib ketishlaringiz mumkin. Mana juda baquvvat qilib yasaganmiz. Juda baquvvat qalin lislar qo'yganmiz. 1.8 lik qalin lis, krelasi 1.4 lik qalin lis. Kimga shunday perseplarimiz kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishlari mumkin. Ekranda telefon nomerlarimizni qoldiramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.